Samarqandliklar tayyor turing. Samarqand xalqaro aeroporti Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasida eng tez rivojlanayotgan aeroport sifatida e'tirof etildi. Bu haqda Airport Technology portali Xalqaro aeroportlar kengashi rasmiy ma'lumotlarga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, Samarqand aeroportining zamonaviy terminali orqali 2024-yilda 1.380.000 yo'lovchi o'tgan. Bu avvalgi yilga nisbatan 36.6% ga ko'pdir. Bu ko'rsatkich reytingda keyingi o'rinda turuvchi Italiyadagi Olbia aeroportining yo'lovchi oqimini 18.4% ga oshirgan o'sish sur'atidan 2 barobardan ortiqdir. Ta'kidlanishicha, 2022-yilning boshida ochilgan yangi terminal har yili yo'lovchilar oqimining uzluksiz rekord o'sishini namoyish etmoqda. Uchish va qo'nishlar soni 23% ga oshgan. Aeroport yo'nalishlar tarmog'ini 3 ta ichki va 23 ta xalqaro yo'nalishga kengaytirgan. Tsiyan, Sharm-el-Shayx, Turkiston, shuningdek Rossiyaning Tyumen, Nijniy Novgorod va Irkutsk shaharlariga yangi reyslar ochilgan.